Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi obzorimiz tank skuteri bo'ladi. Bu tank skuterini ko'pchilik prava so'raydi, nomer topiladi deb ko'pchilik olishga jo'shib turgan edi. Endi hozir yangilik bor. 1-yanvardan A1 kategoriya chiqadigan bo'lyapti. Buni ko'pchilik to'g'ri tushunmadi. A1 kategoriyada u A1 kategoriyani olish ham oson. Ili boshqa umuman pravangiz bo'lsa bemalol minsiz bo'ladi bu skuterda. A1 olish keragi bo'lmaydi. Shuning uchun bemalol pravasi bor, mashinasi yo'q. Bironta odamlar bo'lsa bemalol skuter olib haydasa bo'ladi. Dastavkaga juda zo'r skuter, tank skuterimiz. Tezligi normalniy buni. Keyin benzin rasxodi ham juda kam bo'ladi. Bu tank skuterimiz qulayligiga keladigan bo'lsak, oynasi bo'ladi, bakovoylari bo'ladi. Bakovoylari ham juda katta, keyin ancha baquvvat bo'ladi. Telefon postavkasi bo'ladi. Dastavkaga ancha ish beradigan narsa bu. Keyin dalniy pavorotniklari, signallari, magnitofoni ham bo'ladi. Tormozlari jidkisli, ancha baquvvat tormoz bo'ladi. Keyin faralari, zavod qiladigan joyi, kalitlari, putlari ikkitadan bo'ladi. Xo'p, keyin bunga qo'shib beriladigan narsasi poligi bo'ladi. Kaskasi bo'ladi. Hozir uni ham ko'rsatib o'taman. Oldi faralari juda yorqin bo'ladi. Buni oldi sarig'i tumanga yaxshi foyda beradi. Ballonlari ham ancha yirik, yaxshi bo'ladi. Keyin diskalari ham ancha yaxshi diskadan ishlangan. Gulshitlarga keladigan bo'lsak, gulshitlari ham ancha baquvvat qilib ishlangan. Orqa ballonlari, amortizatorlari juda katta. Keyin mana motorlarga keladigan bo'lsak, ancha baquvvat motor. Kaskasini ko'rsatib o'taman bu skuterimizni. Kaskasi ham oddiy kaska bo'lmaydi. Ancha baquvvat kaska, zimniy, letniy kaska bo'ladi bu. Mana bo'yinda bunaqangi sharflari bo'ladi. Buni sharfini yechib qo'ysalar ham letniy kaska bo'ladi bu. Arzon kaska emas, kamida 300 ming turizmga sotiladigan kaska, shu bonusga qo'shib beriladi. Ko'rishingiz mumkin, ancha baquvvat, atrofi polni duga bilan o'ralgan bo'ladi. Mana oldilari ham hamma yoq duga bilan o'ralgan bo'ladi. Keyin buni zashtasi juda kuchli bo'ladi. Mana pultlari ham bor. Pultda qulflab qo'ysalar ham o'sha ovoz chiqarib sizlarga xabar beradi. Hatto kiysa yoki biron nima bo'lsa, keyin kalit tiqilgan joyi ham bunaqangi e'tibor bosib qo'ysalar ham qulflanib qoladi. Buni kaliti orqasi bilan bemalol ochib minib ketsalar ham bo'ladi. Hozir ko'rsatib o'taman. Biroq tegolmaydi. Keyin buni rulni kalitni tiqib orqaga burasalaring, rulni o'ngga chapga burasalaring, o'zi rul qotib qoladi. Hech kim minib olib ketib qola olmaydi. Buni prosta oldiga yetarsalang, rul ochiladi. Keyin buni bagajni ko'rsatib o'taman. Bagaji ham ancha katta bo'ladi. Keyin poliklari, boshqa narsalar qo'shib beriladi. Buni rulni zashtnigi rulga maytga nobodi yiqilib ketadigan bo'lsa, zashta qilgani qo'yilgan bu narsa. Keyin USB kabellari bo'ladi. Mana USB bo'ladigan joyi, bemalol telefoningizni zaryad qilib ketsalar ham bo'ladi. To'xtab qolmaysizlar, Yandexda ishlab turgan akalar, to'xtab qolmaysizlar. Hamma qulayliklari bor. Rasxodi 100 kilometrga 3,5 ta 4 ta bo'ladi. Keyin tezligi 90-100 bo'ladi. Kubasi 150 kuba. Remenlari ham ancha baquvvat remen bo'ladi o'ziniki. Bemalol 2,5-3 ming kilometr yursalar ham bo'ladi. Moyini birinchi 300 kilometrda almashtiriladi, keyin har 1000 kilometrda almashtirib tursalar, xohlasa moyiga hamma yog'iga qarab yursalar, yaxshi skuter ancha paytgacha sizlarga xizmatlarni qilib beradi. Telefon stakan qo'yadigan joylari bor. Kemaytga bozorlik bilan nima osib qo'ygani joylari o'rnatib qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Pavorotniklari ham oddiy pavorotnik emas, ancha baquvvat ledni pavorotnik mana. LED chiroqlari bo'ladi buni. Oldida ham aytdi ham chirog'i bor. Oynalari ham ancha mustahkam oyna qilib ishlangan. Yo'qangi tez sinib ketmaydi. Buni bir oy garantiya asosida chiqarib beramiz. Ya'ni motor bilan akkumulyatorga bir oy garantiya beriladi. Zavodga brak chiqadigan bo'lsa, do'konimizga olib kelsaling, to'g'rilab, xohlasa chiroyli qilib chiqarib beramiz. Keyin buni akalar nasiyaga olaman desalar,
uzumnasi yoki OP muddatli to'lov orqali olsalar ham bo'ladi. Uzumnasi ya'ni shartlari plastikda ploylangan bo'lishi kerak bo'ladi. OP muddatli to'lovni sharti rasmiy ish joyi kerak bo'ladi. Keyin buni do'konga kelib o'tirishing shart emas. Xolasalaring onlayn ham shartnoma qilib beraveramiz. Shu viloyatda turib shartnoma qilsalaring ham bo'laveradi. Dastavka qilib chiqarib yuboramiz. Xolasalaring shartnoma qilsalaring Toshkent shahrichi dastavkamiz bepul bo'ladi. Chiqarib beramiz. Xudo xolasa hammaga manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Pastdagi nomerlarga qo'ng'iroq qilasizlar, bemalol aloqa bo'lamiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqib qoringlar. Xudo xolasa наличиеda bor.